bilan dunyoning qolgan qismi o'rtasida sizning tana vazningizning 16% tashkil etadigan bir interfeys mavjud. Bu teringiz, tanangizdagi eng katta a'zo. Agar uni yoyib tashlansa, u taxminan 1,7 kvadrat metr yer yuzasini qoplaydi. Uning vazifasi oddiydek ko'rinadi. Ichki a'zolarimizni ichkarida ushlab turish. Ammo uning yuzasiga chuqurroq nazar tashlasak, u hayotimizda juda ko'p kutilmagan vazifalarni bajarishini ko'ramiz. Avvalo, asosiy ma'lumotlardan. Teri bu integumentar tizimning asosidir. U sochlar, tirnoqlar, maxsus bezlar va nervlarni ham o'z ichiga oladi. U 3 qatlamdan iborat: epidermis, dermis va gipodermis. Teri qalinligi eng yupqa joyida 0,5 mm dan eng qalin joyi esa 4 mm gacha bo'ladi. U 3 ta asosiy vazifasini bajaradi. Himoya qilish, tana haroratini tartibga solish va tashqi dunyoni sezish. Har kuni uning katta yuzasi yuzlab, hatto minglab jismoniy sezgilarni qayta ishlaydi. Bunda asosan Merkel hujayralari deb ataladigan bosimga sezgir maxsus hujayralar ishtirok etadi. Faqat barmoq uchlarining o'zida har bir kvadrat santimetrda 750 ta Merkel hujayrasi va 2500 dan ortiq retseptorlar mavjud bo'lib, ular teginish hissini hosil qiladi. Bu sirt tananing birinchi himoya chizig'idir. Usiz siz tanadagi suyuqliklar va to'qimalardan iborat himoyasiz massaga aylangan bo'lardingiz va tashqi muhit ta'sirida juda zaif bo'lardingiz. Teri ichki a'zolarni samarali tarzda muhrlab turadi hamda dermis qatlamidagi kollagen tufayli bosim va zarbalarni yumshatadi. Epidermis asosan keratinotsit deb ataladigan teri hujayralaridan iborat bo'lib, ular har 4 haftada to'liq yangilanadi. Yangi hujayralar epidermisning pastki qismida hosil bo'lgan sari eski hujayralar yuqoriga suriladi. Ular yuqoriga ko'tarilayotganda keratin deb ataladigan qattiq oqsil bilan to'ladi. Yuzaga yetgach, ular zid joylashgan suv o'tkazmaydigan qatlamni hosil qiladi va mikroblarning kirishini qiyinlashtiradi. Agar zararli mikroblar epidermisga kirib olsa, ular Langerhans hujayralariga duch keladi. Bu himoya hujayralari invaziv organizmlarni aniqlab, ularning mavjudligi haqida immun tizimining T hujayralariga signal beradi va immun javobni ishga tushiradi. Bu himoya tizimining muhim qismi. Teri yuzasida yashovchi minglab mikroorganizmlar jamlanmasidir. Ular bakteriyalar va zamburug'lardan iborat bo'lib, seboreya bezlari ishlab chiqaradigan yog'simon modda sebumda yashaydi. Bu mikroblar immun tizimini doimiy kuzatuv holatida ushlab, haqiqiy xavf paydo bo'lganda tez javob berishga yordam beradi. Himoyadan tashqari, teri sezgi organi bilan ham xizmat qiladi va tana haroratini boshqaradi. Bu ikki vazifa bir-biri bilan bog'liq. Nervlar teri issiq yoki sovuq ekanini sezib, bu ma'lumotni miyaga uzatadi. Miya esa qon tomirlariga buyruq beradi. Agar tana juda issiq bo'lsa, ular kengayadi va issiqlik teri orqali chiqariladi. Agar tana sovuq bo'lsa, ular torayadi va issiqlik saqlab qolinadi. Istalgan vaqtda tana qonining 25% gacha qismi dermis qatlamida aylanadi. Bu jarayonni juda samarali qiladi. Issiq sharoitda teri bezlari ter ajratadi va u teri yuzasiga chiqib, tananing issiqligini tashqariga olib chiqadi. Sochlar ham issiqlikni saqlash yoki chiqarishda yordam beradi. Inson tanasida o'rtacha 5 million soch follikulasi bor. Ular kaftlar va oyoq taglaridan tashqari butun tanaga tarqalgan. Ulardan 90-150 mingtasi bosh terisida joylashgan bo'lib, boshning jismoniy shikast va quyoshdan himoya qiladi. Sovuqda arektor pili deb ataladigan kichik mushaklar sochlarni tikka qiladi. Bu g'oz terisi hodisasi bo'lib, u tana issiqligini teri yaqinida ushlab qoladi. Teri faqat himoya qatlami emas, u bizga atrof muhit bilan bog'lanish imkonini ham beradi. Uning ko'p vazifali tizimi bizni sovutadi va isitadi. Integumentar tizim faqat teridan iborat emas, u bundan ancha chuqurroq ma'noga ega.